Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 12-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 12-hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Allohgina qodir bo'ladigan narsalardan Allohdan o'zgasidan yordam talab qilishlik shirkdir. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalarida edim. U zot: "Ey bolam, men senga bir kalimalarni o'rgatib qo'yaman. Allohning uning shariatini saqlagin. U seni saqlaydi. Allohning uning shariatini saqlagin. Uni oldingda topsang, agar so'rasang, Allohdan so'ra. Agar yordam istasang, Allohdan ista. Bilginki, agar sening biror narsadan foyda berish uchun butun ummat to'plansa ham, Alloh senga bitib qo'ygan foydadan boshqa biror foydani bera olmaslar. Agar senga biror narsadan zarar berish uchun butun ummat to'plansa ham, Alloh senga bitib qo'ygan zarardan boshqa biror zarar yetkaza olmaslar. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurilgandir. Termiziy rivoyati. Shu ko'rgan videomizga, shu eshitgan darsimizga Alloh subhanahu va taolo amal qiladigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.